juda ko'p bilim berildi. Men o'ylagandan 10-20 barobar ko'p bilim berildi. Birinchi kunning o'zida tan berib olganman. Bir kunda shuncha narsa o'rgangan bo'lsak, qolgan 14 kunda qanaqa bilim berar ekanmiz, o'rganar ekanmiz deb o'sha birinchi kunda tan berib olganman. Bu proyektni eng katta yutug'i bu yerda Zoir Kenjayev tanlangani. Menimcha bunaqa professional domla kamdan kam ham nazariy ham amaliy effekt bo'ldi. Proyekt juda zo'r bo'ldi, ko'plagan bilimlar oldim. Kursimiz juda ajoyib bo'ldi. Shunchaki qisqa qilib aytganda zo'r bo'ldi. Bu proyektga qatnashganimdan xursandman. O'ylagandan ko'ra ziyodroq narsalarga, ma'lumotlarga ega bo'ldik. Oddiy usulda ko'rib tomosha qilgandan ko'ra bu yerda juda ko'p narsani, ma'lumotlarni oldik. Proyekt juda chiroyli, juda o'ylab qilingan proyekt ekan. Biz Tojikistondan Xo'jan shahridan chetga o'rganishga keldik. Effekt juda yaxshi. Rahmat. Xudo xolisa Tojikistonda ham bu tizimni joriy qilishga bor kuchimiz bilan harakat qilamiz. Effekt zo'r. Muvaffaqiyat tilaymiz. Hammani kutib qolamiz safimizda.